Assalomu alaykum. Mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalari bilan ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi subyektlar diqqatiga. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 5-avgustdagi 481-son qarori bilan o'simliklarni himoya qilish sohasidagi litsenziyalash va ruxsat etish tartib-tamoyillarini takomillashtirishga qaratilgan bir qator muhim me'yoriy huquqiy hujjatlar tasdiqlandi. Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasining o'simliklarni himoya qilish to'g'risida litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risidagi qonunlari hamda Prezidentning 8-son farmoni va 7-son qarorida belgilab qo'yilgan. Qarorda mineral o'g'itlar hamda o'simliklarni himoya qilishda qo'llaniladigan kimyoviy vositalarni olib kirish, o'rganish, tahlil qilish, shuningdek ularni muomaladan chiqarish va yo'q qilish tartiblarini belgilab beruvchi yangi nizomlar tasdiqlandi. Endi ushbu sohadagi barcha litsenziya va ruxsatnoma hujjatlari jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati asosida maxsus elektron tizim orqali rasmiylashtiriladi. Shuningdek, mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarning ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanish uchun litsenziyalash pasporti ham joriy etildi. Qarorga muvofiq Qishloq xo'jaligi vazirligi va Soliq qo'mitasiga 2024-yil 1-oktyabrga qadar kimyoviy vositalar va mineral o'g'itlarning mamlakatimizdagi aylanmasini tahlil qilish, xalqaro tajribani o'rganish va ularni majburiy raqamli markirovkalashni joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqarish vazifasi yuklatildi. Shu bilan birga O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda xavf-xatarlarni tahlil qilish va avtomatlashtiriladigan tanlab olish mexanizmini amaliyotga joriy etishi belgilandi. Qabul qilingan mazkur qarorda nazarda tutilgan yengillashtirilgan tartib-tamoyillar va raqamlashtirilgan jarayonlar tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, litsenziyalash va ruxsatnomalarni olishda tezkorlik, shaffoflik va qulaylikni ta'minlashga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, o'simliklarni himoya qilish vositalariga oid ma'lumotlar bilan Karantin.uz veb-sayti va Agroko'makchi mobil ilovasi orqali tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.